qabrida tug'ilgan bovoq. Bir dada homildor ayolini tashlab Alloh yo'lida jangga ketadi. Qaytqanida ayolning vafot bo'lganini va dafn qilinganini anglaydi. Qabriga borganida büyük Osmani olimlar tarafidan Meyitzoda ismining qo'yilishiga sabab bo'lgan ibratli bir hodisaga shohid bo'ladi. Meyitzodaning dadasi botir bir askar bo'lib, nurg'ulg'an jangovar botirlarga o'xshash, umu Sultan 3. Muhammadning 1596-yilidagi agir urushiga chaqirilgan edi. Ammo u chog'da ayoli homildor bo'lib, tug'ut xil yiqilishib qolgan edi. Buningga qaramasdan Allah yo'lidagi jihatni hamma narsadan ustun tutgan jangovar dada safar tayyorliklarini tugutib, homildor ayoli bilan kuyimchanlik va muhabbat ichida rozilashdi. U qizg'in ruh ichida hozirdan boshlab g'azat hayajoniga cho'mgan edi. U oxirgi qitim nurliq yuzlik, vafodor va fidokor ayoliga qaradi. Ayoliga tug'utida yana turib hamroh bo'lolmaydigani uchun ko'ngli yerim bo'lgan holda dushmanga qilich urdigan qo'llarini adab bilan Janobi Haqning huzuriga ochdi. Ko'zlariga liqqida yosh to'lgan holatda duo qildi. Allohim, bilib turibsanki, sening yo'lingda g'azotga ketyapman. Sendan boshqa hech kimim yo'q, Allohim. Mushu vafodor va sabr toqatli ayolimdan tug'ilgan balamni sen omonat qilaman. Lutf va kariming bilan uni muhofazat qilgin. Shundan keyin itiga mingan jangovarda tezlik ko'zdan g'oyib bo'ldi. Osmoniylar qo'shini bilan billa agirga berib, dushman bilan arslonlardek jang qildi. Natijada Allohning inoyati va nusrati bilan Osmoniylar qo'shini zafar quchib, qo'mondondan askarigacha butun botirlar peshonlarida sharaf bilan Istanbulga qaytishdi. Qaytib kelgan hamon qo'mondondan ruxsat olgan jangovarda udil uyiga bordi. Ammo uyga kelganda ko'rdiki, uyda hech kim yo'q edi. Halbuki qo'shinning zafar quchib qaytib kelganlik xabari hamma yerda anglanayotgan bu paytlarda ayolning uyida o'zini saqlayotgan bo'lishi kerak edi. U ansirash va jiddiylash ichida uy atrofidagi qo'shnilarning yoniga yugurdi va ayolni so'radi. Bu jangovar dadani ko'rishgan qo'shnilar ko'ngli yerim bo'lgan holatda, "Ey Botir, Alloh g'azatingizni muborak qilsin. Sizning umringizga barakat ihson qilsin" deyishdi. Bu jumladan demoqchi bo'lgan haqiqatni tushunganda da tuyuqsiz qalbini o'rib olgan ko'ydirgichi qo'lning ta'siri bilan kekkashlab turib, "Yo'q, bo'lmaydi" dedi. Undan to'van ovozda, "Yo'q, bo'lmaydi. Men tug'ilgan bolamni koinotning Robbiga omonat qilgan edim. U muhofazat qilg'uvchilarning eng xayrlikidir" dedi. Eg'ir sukut ichida qisqa bir vaqt o'tib ketdi. Qayg'uliqda da yendikilarga qaradi. Ondan ichini qaplagan bir ilhom bilan rafiqamning qabrisini ko'rsatib qo'yinglar. Albatta marhamat egisi bo'lgan Alloh muhofazat qilg'uvchilarning eng xayrlikidir. Sizlar menga rafiqamning qabrisini ko'rsatib qo'yinglar deb yig'ladi. Ular birlikda qabristonlik tarafga yo'l oldi. Dada qalbining ovoziga agishib qabrini qo'llash uchun gurjikini yeniga elib olgan edi. Uning qabri ko'rsatilganida hayajon bilan quloqini mozorning to'pisiga qo'ydi va tinglashga boshladi. Bir ozdan keyin "Mana bolamning ovozini anglayapman" deb yig'i aralash varqiradi. U darhol gurjikini elib qabrisini ochmoqchi bo'ldi. Uning bilan birga kelganlarmi qabrdan chiqqan bolaning inchik ovozini anglaganliklari uchun bu qayg'uliq dadaga yordam qilishdi. Qabri butunlay ichilganda o'ttirga chiqqan manzara irodalarni yo'q qilib o'tgudek darajada hayron qolarliq va dahshatli edi. Qabrda o'lik onadan tug'ilgan nurga o'xshash bir bovoq onasining maydasiga yopishgan holda turardi. G'ozi dada darhol bolani elib bag'riga bosdi. Uning holrang mang'izlariga so'ydi va bolani issiq bir adyolga yo'kdi. Hammaylan bu mo'jizaga va Rabbani tajalli oldida hayronlik ichida cho'ng bir hurmat bilan Allohga tasbih va hamd sano aytdi. Dadamo namlangan ko'zlari bilan sajdaga yiqilgan. Ayolning vafoti sababli qayg'u va bola sababli xushal bir ko'ngil bilan Robbiga hamd etdi. Bu bovoq yaxshi bilim tarbiya ichida cho'ng bo'ldi va nomi butun Osmonli mulkini o'rg'an zohid bir olim bo'ldi. Beshin o'tgan bu mo'jiza va tajalli sababidan Meyitzoda degan nomga erishdi.
u Haq Taologa mutlaq va samimiy taslimiyatning ibratlik va hikmatlik barakati edi. Hazreti İbrahim alayhissalomni o'tda ko'ydirmagan va Hazreti İsa alayhissalomni dadisi yaratgan Allah bu zotning dadisining ixlosi va barakati bilan o'lik bir onadan tug'ilishini iroda qilgan edi. Kuch-qudrat va ulug'liq yolg'iz Janobi Allohga oiddir. Meyitzoda vafot bo'lgandan keyin u ko'milgan qabra uning ismiga asosan Meyitzoda mozorligi deb ataldi.